Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi xonadonimizda ish yeromlarini o'rnatib berdik. Obyektimiz juda ham chiroyli, juda ham sifatli chiqdi. Inshaalloh obyektimizga ishlatgan materiallarimiz Ishilan Termo 78 profildan Romlan Engelbek profildan ishlatganmiz. Ranglari do'pmoq rangda, o'zimizning milliy svetda. Xo'p, oynalari oq oyna bo'lgan. Razmerlarini tushuntirib boshlayman. To'g'ridagi romlarimiz 2.15 ga 2,5 metr balandlikda, ikkita chekkasi ochilish, o'rtasi panoramli holatda oyna tushgan. Ikkita romimiz razmer bir xil holatda, ikkitadan ochilish tushgan. Fason juda ham chiroyli, o'ziga yarashgan chiqdi. Xo'p, glavniy kirish eshigimiz Termo 78 profildan bo'lgan. Termo 78 profilimiz 0.8 li yaltiroq shotlankasi bor. Ikkita chekkasi gulxo, o'ttasini maksimalni o'sha ochilish qanotlari kattaroq qilganmiz 80 dan qilib. 1.08 shotlankasi bor. 78 profilimiz tashqari tomoni juda ham chiroyli. Mana qanday avvalgi holatda bo'ladi. Ochilib yopilishlar Termo 78 juda ham zo'r. Bu tomonimizda ham o'sha Engelbek profildan romimiz tushgan. 2.15 ga 2,5 metr balandlikda. Obyektimizni termo profilimizning ichkari tomon ko'rinishi mana 3 kamera bo'ladi. O'rtasida poliamid qoplama, sifatli ruchka mexanizmlar. Ichkari tomondan juda ham zo'r yorug'lik o'tkazishi. Xona ichidan romlarimiz, 7 Engelbek romlarimiz. Podokonnisi bo'lmagan, sababi tokchamiz kichkina. O'shani hisobiga. Ruchkalarimiz Rotto germanskiy ruchka, bronza rangda. Engelbek profilimizni birinchi, ikkinchi doполнительный rezinalar bo'ladi. Shovqin, chang o'tkazmasligi juda ham zo'r. Bitta обычный ochilish. O'ng tomonimiz ham oddiy, обычный ham forchka uslubida двойное открывание deydi. Mana bunga qo'shimcha biz manaqangi oyna artish uchun o'zini maxsus dorilarni beramiz. Mana imzo tomonidan. Xo'p, yon tomonimizda Termo 78 eshigimiz bor, splashnoy holatda bo'lgan. Termo 78 eshigimiz razmerlari 1 metrga 2.90 splashnoy holatda, oynalari oq oyna bo'lgan. Master italyanskiy petlarlar bo'lgan. Uchtadan qo'yib berganmiz. O'zini maxsus plankalar bilan birgalikda o'tirganmiz. Obyektimiz podval qismida ham romlarimiz bor. Podval qismimizga 6000 seriyadagi 6000 turga profildan romlarni qo'yib berganmiz. Teva qismiga 7000 Engelbek profilida. Sababi razmeri kichkina, shuni hisobiga 6000 seriyadagi profilimiz xotirjam ish beradi. Xo'p, razmerlarimiz 1.15 ga 1.80 splashnoy holatda bo'lgan. Ikkiga bo'linib bir tomon ochilish bo'ladi. Ikkita bir xil razmer bo'lgan. Xona ichidan o'z ko'rsatamiz. Hop, bu tomonimizda kirish eshigimiz chempion materialdan qo'yib berganmiz. Podvalimizni razmeri 1.25 ni 2.30 balandligi splashnoy holatda. Обычный kirib chiqadigan qanotimizni 80 tashlaganmiz. Bu tomoni kichikroq qilgan. Doimiy kirib chiqishga chempion eshigimizni ham taqish tomoni juda ham chiroyli, sabab mana qanday avvalgi holatda bo'ladi. Splashnoy holatda oyna. Bu tomonimizda ham 3 ta romlarimiz tushgan. Podokonniylar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Chempion eshigimizni ichkari tomon ko'rinishi bir kamera bo'ladi. Asosan ikkinchi darajali joylarga ishlatiladi. Xo'p, bunga ham o'sha termoni ruchkalarni hamda esa mana qanday termoni italyanskiy oshoq-moshoqlar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Ichkari tomondan ko'rinishi. Past qismimizga stashga toblik polni haqqini tashlab ketganmiz. Yon tomonimiz koridorimiz kichikroq bo'lgan hisobiga romlarimizni mana qanday ochilish qilib berganmiz. Ochganimizda mana o'ziga yotadi, sababi joy o'g'irlamasligi uchun romimiz baqa chiqib qolmaydi. Plastik 6000 seriya romimiz, 6000 turyo. O'rtasida mana qanday qovurg'asi bo'ladi. Buni ham o'sha germanskiy Rotto ruchkalarga qo'yib berganmiz. Ham обычный, ham двойное открывание ochilish. Podokonniylar bilan birgalikda hammasini qo'yib berganmiz. Hozirgi kunda plastik romlarimiz kvadrati $120 dan boshlab $180 gacha chiqgan. Razmeri fasoniga qarab. Eshiklarimiz chempion materialdagi eshiklarimiz $170 dan, termo eshiklarimizniki $250-$220 dan boshlanadi.
fasoni va materialga qarab narx-navosi aniq chiqadi shunda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.